tillarda bergan analizimni rezultatini ko'rib chiqamiz o'rtoqlar. Men bu analizni klubda bergan edim. Hozir mana klubni ko'ramiz. Klubda men buni 9-dekabr kuni bergan ekanman. Xo'sh, mana ko'rsak bo'ladi. Mana 9-dekabr kuni berganman. Bu yerda PDF formatda chizib berganman va mana bu yerda video analiz ko'rinishida, ya'ni buni tushuntirib berganman. Bu klub haqida mendan ko'pchilik so'rayapti. Bu klub pulli o'rtoqlar. Adminni profilini qoldirib ketaman. Adminni profiliga klub deb yozib olsanglar, sizlarga klubda nima bo'lishi va narxlari haqida sizlarga podrobniy aytib beradi. Va bundan tashqari buning ichida mana aytib qo'ying, 10 tachadan почти 10 tacha instrumentda analiz beriladi va mana shunaqa video ko'rinishida tushuntirib beriladi. Endi grafikka o'ziga qaytamiz. Mana bu yerda xo'sh, bizda birinchi valna impuls bor, ikkinchi valna korreksiya bor. Ikkinchi valna biz uchinchi valnani ushlashga harakat qilganmiz. Uchinchi valna ko'p holatlarda 161.8 ga kelib beradi. Mana bu yerda bizda men birinchi mana bu yerda сделка ochgan edim, keyin mana bu yerda 0 da yopganman va bizga yana bitta imkon bergan. Ya'ni mana bu yerda треугольник paydo bo'lgan. Треугольникni H4 bo'yicha buzib yopilganda сделка ochamiz deb aytganman va bu yoqga сделка ochganmiz. Hozir mana почти 1% ga yaqin daromadda turibdi. Endi xudo xolasa bu 3-valnaga kelib beradi deb o'ylayman. To'g'ri, uzoq vaqt bo'lishi mumkin, foizi kam bo'lishi mumkin, lekin bu o'rtoqlar stabil daromadga kiradi. Ya'ni ortiqcha siz katta risk qilmaysiz. Mana 1% risk qilganman. Mana masalan stopini mana bu yerda qo'yib qo'yganman va u yog'iga 3-valnaga kelib berishini kutamiz. U может 1 haftada kelishi mumkin, 2 haftada kelishi mumkin, lekin biz aniq strategiyaga asoslanib ish ko'ramiz o'rtoqlar. Ya'ni birinchi valna impuls, ikkinchi valna korreksiya, uchinchi valna 161.8 ga kelib berish kerak va shuni 161.8 ga kelib berishini kutamiz.